Hammaga assalomu alaykum. Nexia'da emulyator gaz nechtalik ko'rsatmay qolsa, reduktordagi shu gaz datchikda stiker bilan stiker sug'uramiz. Stiker sug'urganimizdan keyin qaratamiz. Bunda sug'uryapmizmi fix? Shu o'rtadagi bilan o'ng tarafdagi palasaga finish qilamiz. Mana shu tarzda finish qilib olamiz. Mana ko'rsatganimdek. Hozir gaz datchikni ko'ramiz. Gaz datchikda shu to'rtta yongan bo'lishi kerak. Bu degani gaz datchikni almashtiramiz. Gaz ballonni yopib olamiz. Ballonni yopganimizdan keyin boshdan yozib ikkinchi gaz ketadi. Mashinamiz o'chgandan so'ng mana shuni 14 kuch orqali bo'shatib olamiz. Xo'p, ozgina full lent o'rab olamiz ustiga. Yangisini qo'yganimizda yangisini qotirib olamiz. Buni qotirib oldik. Endi buni gazni ochib, kupiga so'qib ko'ramiz. Gaz ballonni ochamiz. Kupiga qilib ko'ramiz. Kupiga qilgandan keyin kupidan gaz chiqmayapti. Endi stikerni tiqib, yo'q mashina yozib ko'ramiz gaz.